Jack Della Islom Maxachevga qarshi jang uchun asosiy nomzodga aylangandan so'ng, bukmekerlar jang uchun start koeffitsiyentlarini e'lon qilishdi. Madalena bilan jangda Maxachev favorit emas. Bu qarama-qarshilikda ikkala jangchining muvaffaqiyat qozonish imkoniyati 1.90 ga baholanmoqda. Ya'ni har birining g'alaba qozonish ehtimoli 52%. Agar rossiyalik ikki karra UFC chempioni bo'lish g'oyasidan voz kechsa va Ilya Topuryga qarshi jang qilsa, uning g'alaba qozonish ehtimoli 71% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga gruzin jangchisining muvaffaqiyat darajasi 33% ga baholanmoqda. Ya'ni Islom va Ilya jangi uchun Islomda 1.40 koeffitsient, Ilyada esa 3 koeffitsient berishmoqda. Shunday qilib, yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik jangi tashkilotning eng yaxshi jangchisi uchun yangi ufqlarni ochadi. Lekin ayni paytda mag'lubiyat xavfini ham sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bilan birga avstraliyalikka qarshi jangda Maxachev o'z kamarini xavf ostiga qo'ymaydi. Agar Maxachev va Madalena o'rtasidagi jang e'lon qilinsa, bu eng ehtimoliy ssenariy bo'lsa, Topurya'ning raqibi braziliyalik Charles Oliveira bo'ladi. Yengil vazn toifasidagi jang 28-iyun kuni bo'lib o'tadi va katta ehtimol bilan vaqtinchalik chempionlik kamari xavf ostida bo'ladi. Barchaga salom, sizlar bilan har doimgidek Tahlil MMA kanali. Demak, yangiliklarni boshladik. Nursulton Ro'zboyev shu hafta oktagonga qaytadi. 18-may kuni bo'ladigan UFC Fight Night turnirida hamyurtimiz Dustin Stoltzfusga qarshi jang qiladi. Ushbu jangda Nursultonning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni istaganlar uchun video kommentariyasida rasmiy omad silkasi mavjud. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting, promokod degan joyga Tahlil MMA kanal so'zini yozib, 5 million bonusni ham qo'lga kiriting. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. Jack Della Madalena Belal Muhammaddan yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlikni qo'lga kiritgach, tashkilotning eng yaxshi jangchilaridan biriga aylandi va UFC Pound for Pound ro'yxatida 9-o'rinni egalladi. O'tgan dam olish kunlari Montrealda bo'lib o'tgan UFC 315 musobaqasida avstraliyalik yutqazgan Belal 6 pog'onani yo'qotib, vazn toifasi reytingida 13-o'ringa tushib ketdi. Reytingda o'z o'rnini yo'qotgan jangchi Arman Sarukian bo'ldi. U avval 15-pog'onani egallab turgan edi va avstraliyalik Alexander Volkanovski hamyurtining g'alabasi unga Pound for Pound ro'yxatida 9-o'rindan 7-o'ringa ko'tarilishiga yordam berdi. Tashkilotning yarim o'rta vazn toifasida Madalena chempionlik o'rnini egalladi va shu tariqa divizionning barcha kuchli 5ligini bir pog'ona pastga siljitdi. Jumladan kamaridan ayrilgan Muhammad ham. Mag'lubiyatga uchramagan Hamzat Chimayev Belal Muhammadning chempionlik jangidagi mag'lubiyatidan nega xursand bo'lganini ijtimoiy tarmoqda yana yig'layapti degan post qoldirganini tushuntirdi. Uning gaplari: "Ha, u meni musulmon birodar deb atadi va keyin meni kaltaklamoqchi ekanligini aytdi. Nega men unga nisbatan xushmuomala bo'lishim kerak? Menga soxta emas, rostgo'y odamlar yoqadi. Agar meni birodar desang, do'st bo'lishing kerak. Men har doim Falastinni qo'llab-quvvatlayman, lekin hech qachon soxta odamlarni qo'llab-quvvatlamayman", deb yozgan Hamzat Chimayev. O'tgan oy Muhammad intervyu berib, Chimayevga bir necha bor raqiblik qilganmi? Shuningdek, keyingi raundlarda uni charchatish orqali Hamzatni mag'lub etishga ishonch bildirgan edi. Hamzat Chimayev navbatdagi jangida Dricus du Plessisga qarshi jang qiladi va Janubiy Afrikalikdan o'rta vazn toifasida chempionlik kamarini olishga harakat qiladi. Islom Maxachevning murabbiyi Javier Mendes Belal Muhammadning Jack Della Madalenaga qarshi chempionlik jangidagi taktikasiga rozi emas. Ammo amerikalik nima uchun u shunday harakat qilishga qaror qilganini tushuntirdi. Mendesning so'zlariga ko'ra, Habib ham xuddi shunday harakat qilib, o'zining ajoyib mahoratini namoyish etishga va o'zining elita kurashchisi emasligini isbotlashga harakat qilgan. Mendesning gaplari: "Hech birimiz Belal yolg'iz oyoqda g'alaba qozonadi deb o'ylamagandik. Shuning uchun u hech birimiz ishonmagan ishni qilishni xohladi. Men shunday deb o'ylayapman. Men noto'g'ri bo'lishim mumkin, lekin menga u ataylab shu taktikani tanlagandek tuyuldi. U uni chempionlikka olib kelgan narsadan foydalanishni istamadi. Men doim Habibga ergashganman, chunki u doimo zaif zarbasi uchun tanqid qilinardi. Men uni har doim reja doirasida ushlab turishga harakat qildim, lekin u tez-tez hammaga oyoqda turib kurasha olishini isbotlashga harakat qildi va rostdan ham vaqt o'tishi bilan u buni juda yaxshi bajara boshladi. Lekin baribir u menga yoqmadi, chunki men uni eng yaxshi qilgan narsadan foydalanishini istardim va bu ko'plab jangchilarning xatosi. Ular hech kim kutmagan narsani qila olishlarini isbotlashni istashmoqda. Jack ajoyib ish qildi. U zarbalar va zarbalarni yaxshi uyg'unlashtirdi. Masofani yaxshi ushlab turdi va ko'pincha qafas markazida turdi. Umuman olganda u o'zini chinakam yaxshi jangchi sifatida ko'rsatdi, dedi murabbiy Javier Mendes. Avstraliyalikning navbatdagi raqibi katta ehtimol bilan Islom Maxachev bo'ladi. U ikkinchi chempionlik kamari uchun yengil vazndan yarim o'rta vaznga ko'tariladi. Menimcha Belal Bredi ustidan g'alaba qozongandan ilhomlangan, ammo u Jackning boshqa darajasini hisobga olmadi. Bu yerda o'zini ortiqcha baholashdan ko'ra Madalenaga nisbatan past baho berishdir. Islom va Madalena jangiga kelsak, ular Twitter orqali biroz gap almashib olishdi.
Avvaliga Islom Maxachev Madalenaga shunday dedi: "Ikki vaznda chempion bo'lish vaqti keldi. Qani, olg'a." Jack Della shunday deb javob berdi: "Bu ajoyib chaqiruv. Men Volkanovski uchun sendan qasos olaman." Islomning javobi: "Sen Volkanovski emassan. Men senga boshqa darajani ko'rsataman. Kamarimni kir qilib qo'yma. Tez orada ko'rishamiz", dedi Islom Maxachev. Ushbu jangda sizningcha kim g'alaba qozonishi mumkin? Jack yoki Islom? Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan doimgidek tahlil MMA kanalida ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.